Xalq deputatlari Paxtakor tuman kengashining 7-chaqiriq 25-sessiyasini o'tkazishga yig'ilganmiz. Sessiyada xalq deputatlari tuman kengashiga saylangan 20 nafar deputatdan 15 nafar qatnashmoqda. 5 nafar deputat uzrli sabablarga ko'ra ishtirok eta olmayapti. Bugungi sessiyada Paxtakor tuman hokimining o'rinbosarlari, Inson ijtimoiy xizmatlar markazi direktori, tuman iqtisodiyot va moliya bo'limi, tegishli korxona va tashkilot rahbarlari hamda ommaviy axborot vakillari qatnashmoqdalar. Sessiya o'tkazish uchun kvorum yetarli. Sessiyani ochish to'g'risida kimda qanday taklif bor? Ochilsin degan taklif tushyapti. Ochilsin degan deputatlar qo'l ko'tarib ovoz berishini so'ragan. Rozilar, qarshilar yo'q, betaraflar yo'q. Taklif qabul qilindi. Xalq deputatlari Paxtakor tuman kengashining 7-chaqiriq 25-sessiyasini ochiq deb e'lon qiladi. Hurmatli deputatlar, sessiya kotibini saylab olishimiz kerak. Birinchi Buyuk Ipak yo'li saylov okrugi deputati Musafirlar Bobur Baxtiyorovni sessiya kotibi etib saylash to'g'risida taklif bor. Boshqa taklif bo'lmasa ovozga qo'yamiz. Musafirlar Bobur Baxtiyorovni sessiya kotibi etib saylansin degan deputatlar qo'l ko'tarib ovoz berishimiz so'rayman. Rozilar, qarshilar yo'q, betaraflar yo'q. Taklif qabul qilindi. Sessiya kotibini o'z o'rniga egallashini so'rayman. Endi ovoz berishni o'tkazish va uning natijalarini aniqlash uchun biz sanoq komissiyasini saylab olishimiz kerak. Sanoq komissiyasi tarkibiga quyidagi nomzodlar tavsiya qilinmoqda. Ergasheva Dulchehra Urolboy qizi sanoq komissiyasi raisligiga, Andayev Ahmad Rustamov sanoq komissiyasi a'zoligiga, Isaqov Abbos Nurboyev sanoq komissiyasi a'zoligiga. Sanoq komissiyasi a'zoligiga nomzodlar tarkibi bo'yicha boshqa fikrlar kimda fikr bor? Agar boshqa fikr bo'lmasa, ushbu sanoq komissiyasi a'zolarini tarkibiga rozi bo'lgan deputatlar qo'l ko'tarib ovoz berishingizni so'rayman. Rozilar, qarshilar yo'q, betaraflar yo'q. Sanoq komissiyasi tarkibi tasdiqlandi. Sanoq komissiyasi o'z ishlarini boshlashlari mumkin. Sanoq komissiyasi deputatlarning ovoz berish jarayonini kuzatib borishini so'rayman.
Hurmatli deputatlar, sessiya kun tartibidan kelishib olishimiz kerak. Kun tartibi sizlarga tarqatilgan. Qo'shimcha va o'zgartirishlar bormi? Yo'q. Yo'q bo'lsa, kun tartibi tasdiqlansin degan deputatlar qo'l ko'tarib ovoz berishingizni so'rayman. Rozilar, qarshilar yo'q, betaraflar yo'q. Kun tartibi tasdiqlandi. Sessiya ish reglamenti quyidagicha tasdiqlashni taklif qilaman. Ma'ruza uchun 15 daqiqa, so'zga chiquvchilar uchun 8 daqiqa, ma'lumot taklif va savol-javoblar uchun 5 daqiqagacha. Qo'shimcha va o'zgartirishlar bormi? Yo'q bo'lsa, tasdiqlansin degan deputatlar qo'l ko'tarib ovoz berishingizni so'rayman. Rozilar, qarshilar yo'q, betaraflar yo'q. Ish reglamenti tasdiqlandi. Hurmatli deputatlar, sessiya kun tartibidagi birinchi masalani ko'rib chiqishni o'tamiz. Tumanda hunarmandchilikni rivojlantirish yuzasidan mavjud normativ huquqiy hujjatlar hamda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 31 dekabrdagi 468-sonli qarori ijrosi to'g'risida so'z Paxtakor tuman hokimining birinchi o'rinbosari Shodmonov Sherzod Isoqovga berildi. Rahmat. Assalomu alaykum, hurmatli deputatlar. Tuman savollari. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 31 dekabrdagi Jizzax viloyatini ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish, jadallashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi 468 sonli qaror ijrosini ta'minlash maqsadida Paxtakor tuman hokimining 2025-yil 23-yanvardagi 52 sonli qarori qabul qilinib, 2025-2026 yillarda Paxtakor tumanini kompleks rivojlantirish bo'yicha yo'l xaritasi ishlab chiqilgan. Mazkur qaror bilan 2025-2026 yillarda tumanda amalga oshirilishi lozim bo'lgan 115 ta topshiriqlardan 81 tasi ijrosi ta'minlandi. 34 ta topshiriq 2026 yil bajarilishi belgilangan. Jumladan 2025 yilda 15.364 nafar aholi bandligi ta'minlangan bo'lib, belgilangan prognoz ijrosi 103% ga bajarildi. Misol uchun, birgina Paxtakor tekstil institutiga 384 nafar fuqarolar ishga joylashtirildi. Kambag'allikni qisqartirish bo'yicha 2025 yilda 5301 nafar aholiga xizmatlar bilan qamrab olindi. Belgilangan prognoz ijrosi 124% ga bajarildi. Misol uchun, 1326 nafar doimiy ishga joylashtirildi, 239 nafar kredit va subsidiya ajratildi, 630 nafar tadbirkorlikka jalb etildi, 75 nafar kasb-hunar va tadbirkorlikka o'qitildi. 2025 yil boshiga kambag'allik darajamiz 12.9%, 10.628 nafar tashkil etgan bo'lsa, bugungi kun holatiga 4.1%. 2025 yil boshiga nisbatan 8.8% ga kamaytirildi. Mahalliy byudjetni aniqlangan xarajatlar rejasi 138 milliard 200 million so'mni tashkil etib, 2025 yilda 167 milliard 300 million so'm bajarib, rejaga nisbatan 121% ni tashkil etdi. Mahalliy byudjet daromad rejasi 80 milliard so'mni tashkil qilib, haqiqatda 80 milliard so'mga bajarildi. Sanoat ishlab chiqarish mahsulotlar hajmimiz 1 trillion 498 milliard 200 million so'm tashkil etib, 109.5% ga tashkil etdi. Ishlab chiqarishni mahalliylashtirish bo'yicha 95 milliard 900 million so'mlik import o'rnini bosuvchi mahsulotlar ishlab chiqarilgan bo'lib, belgilangan prognoz ijrosi 200% ga bajarildi. Svonobod, Chamanzor va Buyukbek yo'li mahallalarining aholi tomorqalarini ekinlarini sug'orish maqsadida 7 milliard 800 million so'm mablag' hisobiga 7 kilometr atok va 6 ta nasos agregatlari yangidan o'rnatildi. 50 milliard so'mlik mablag' hisobiga elektr energiya ta'minotini kuzatiladigan uzilishlarni bartaraf qilish maqsadida podstansiya 2.25 kW bo'lgan kuch transformatorlari almashtirildi. 1 milliard 200 million so'm mablag' hisobiga Paxtakor, Turkiston, Akmal Ikromov, Amir Temur va Navro'z fermer xo'jaliklari uyushmasida
kollektor drenaj tarmoqlari qurish va rekonstruksiya qilish ishlari amalga oshirildi. Tashabbusli byudjet dasturi bo'yicha 2025 yilda 19 milliard 400 million so'mlik mablag' hisobiga 28 kilometr 400 metrlik ichki yo'llar asfalt qilindi. 3 ta ijtimoiy soha obyektlari mukammal ta'mirlandi va moddiy texnik bazasi mustahkamlash ishlari amalga oshirildi. Driver loyihalari asosida jami 9 milliard 350 million so'm mablag' hisobiga, shundan 1 milliard 725 million so'm hisobiga Toshkent mahallasi hududidagi Mo'jiza istirohat bog'i zamonaviy ko'rinishga keltirildi. 3 milliard 125 million so'm hisobiga Samarqand mahallasi hududidagi Janubiy Mirzacho'l kanalining qirg'oqlarida aholi dam olish maskani tashkil etildi. 3 milliard so'm hisobiga Oltinko'l mahallasi hududida 2 gektar sobiq cho'milish havzasi, plyaj, yer maydoni va qirg'oqlarda sohil bo'yi turizm obyektlari tashkil etildi. 1,5 milliard so'm hisobiga G'alaba mahallasidan o'tgan chiqindi suvlari oquvchi bugungi kunda foydalanmayotgan zovur o'rnida 6 gektar maydon savdo va xizmat ko'rsatish ob'ektlari tashkil etildi. Aholini arzon uy-joy bilan ta'minlash maqsadida Olmazor, Do'stlik va Toshkent mahallalarida 5 ta 110 xonadonli uy-joylar qurib foydalanishga topshirildi. 291 ta ko'p qavatli uy-joylarning fasad qismlari bazalt qoplamasi bilan ta'minlandi. Tumanda 61 million dollarlik xorijiy investitsiya o'zlashtirildi. Belgilangan prognoz ijrosi 120% ga bajarildi. O'tgan yilda 22 million 200 dollarlik eksport amalga oshirildi. Shundan sanoatda 14 million 700 ming dollarlik, 7 million 600 ming dollarlik meva sabzavot eksporti amalga oshirildi. 64 milliard so'mlik 36 ta investitsiya loyihalari ishga tushirish hisobiga 192 nafar va ishga tushirilgan loyihalarni kengaytirish hisobiga 950 nafardan ortiq yangi ish o'rinlari yaratildi hamda belgilangan prognoz rejasi 147% ga bajarildi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023 yil 12 iyundagi aholini hunarmandchilikka jalb qilish va hunarmandchilikning faoliyatini rivojlantirish uchun qulay sharoitlar yaratish chora-tadbirlari to'g'risidagi 91-sonli farmon ijrosini ta'minlash, tumanda hunarmandchilikni rivojlantirish uchun qulay sharoitlar yaratish, ularni zarur xom ashyo va moliyaviy resurslar bilan uzluksiz ta'minlash, aholini hunarmandchilikka keng jalb qilish maqsadida chora-tadbirlar rejasi ishlab chiqilgan. Bugungi kunda tumanda 47 ta, shundan 41 ta tikuvchilik va zardo'zlik, kashtachilik, bitta zargarlik, bitta tosh o'ymakorligi, 4 ta temir darvozalar yasash, hunarmandchilik yo'nalishida tadbirkorlik subyektlari faoliyat ko'rsatmoqda. Ularga 2025-26 yillarda faoliyatni kengaytirish maqsadida tijorat banklari tomonidan 778 million so'mlik imtiyozli kredit mablag'lari ajratildi. Hurmatli tuman faollari, albatta ushbu qilingan ishlar va yutuq bilan birga bir qatorda oldimizda hurmatli prezidentimiz tomonidan belgilab berilgan juda katta vazifa turibdi. Jumladan 2026 yilda yil boshiga nisbatan ishsizlik darajamiz 4,6% ga, kambag'allik darajamiz 2,7% ga tushiriladi. Sanoat mahsulotlarini 1 trillion 900 milliard ga 108% ga, qishloq xo'jaligi 2 trillion 771 milliard ga 104% ga, xizmatlar 755 milliard, qurilish 333 milliard 111% ga yetkaziladi. To'g'ridan to'g'ri xorijiy investitsiyalar dasturi uchun 6 ta korxonalarda o'zlashtirish ishlari olib boriladi hamda 50 million dollarlik xorijiy investitsiyalar o'zlashtiriladi. 16 million dollarlik sanoat va meva sabzavot eksporti amalga oshiriladi. Driver sohalarida rivojlantirish hisobiga umumiy qiymati 150 million so'mlik 30 ta loyihalar shakllantiriladi. Ularni ishga tushirish hisobiga 218 nafar yangi ish o'rinlari yaratiladi. 5 ta oilaviy va nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlarida 125 o'rin tashkil etiladi va 16 ta
maktabgacha ta'lim tashkilotlari qisqa muddatli guruhlar ochilib, 425 nafar bolalarni maktabgacha ta'lim bilan qamrab olinib, qamrov darajasi 89% ga yetkaziladi. Oqloq mahallasida 18-sonli maktabda rekonstruksiya 18-maktab rekonstruksiya qilinadi. Davlat xususiy asosida zamonaviy diagnostika markazi faoliyati yo'lga qo'yiladi. Tibbiyot birlashmasida 50 o'rinli tumanlararo Paxtakor, Do'stlik, Mirzacho'l, Arnasay, Zafarobod tumanlariga perinatal markaz binosi quriladi. Tumandagi tib 1 sport majmuasi, yengil atletika, yugurish yo'lagi, sun'iy maydon va tomoshabinlar o'rindig'i qurish va qayta ta'mirlashdan chiqariladi. Aholini sport bilan qamrab olish darajasi 36% ga oshiriladi. Oqbuloq mahallasida aholini ichimlik suvi bilan ta'minlash uchun 5 km 200 ichimlik suv tarmog'i yangidan tortiladi. Oqbuloq mahallasidagi tugallanmay qolgan suv tozalash inshooti rekonstruksiya qilish ishlari yakunlanadi. Yoshlar daftari orqali 217 nafar yoshlarga turli xildagi yordamlar ko'rsatiladi. 200 nafar yoshlarga yer ajratish, doimiy ishga joylashtirish hamda imtiyozli kreditlar ajratish orqali bandligi ta'minlanadi. 2484 nafar xotin-qizlar ayollar daftari ro'yxatiga kiritish orqali ijtimoiy himoya qilinadi. 3537 nafar xotin-qizlar, shu jumladan migratsiyadan qaytgan 195 nafar xotin-qizlar bandligi ta'minlanadi. Hurmatli deputatlar, tumanimiz faollari, umuman olganda Paxtakor tuman xalqini rozi qilish, ularga yanada qulay shart-sharoitlar yaratish uchun oldimizda juda katta vazifalar turibdi. Ushbu bois hukumatimiz tomonidan belgilab berilgan ustuvor vazifalarni bajarish, shu yo'l bilan xalqimizning turmush sharoitlarini yaxshilashda katta vazifalar turganligini hammamiz mas'uliyat bilan his qilib hamda mehnat qilishimiz talab qilinadi. Bu vazifalar bajarishda barchamizga muvaffaqiyat tilayman. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Kimga savol? Takliflar, shu masalalar. Ben bir soru istedim. Assalamu alaikum. Hazır mavzuyada shu 18-maktabda qo'shimcha bino qurish rekonstruksiya ishlari amalga oshirilyapti. Endi bu o'sha qo'shimcha bino yangi 2026-2027 o'quv yiligacha tugatilar mumkin? 2026 yil o'quv yiliga Suv inshootlar 5200 metr u ham mana shu u ham 2026 yil. Mana shu yil o'sib Ha, maktab ham suv inshoot. Va ichimlik suvi ham 5 km 2026. Bu hozirgi o'qiganlarimiz hammasi 2026 yilda amalga oshiriladi. Yana kimda qanday savol? 20-olti saylov okrugidan saylangan deputat Mamman Karomatman. Mana hozir ma'ruzangizdan bildik, 2026 yilda 50 million dollar xorijiy investitsiya jalb qilingan va 16 million dollar eksportni ta'minlash rejalashtirilgan. Ushbu ko'rsatkichlarga erishish uchun qaysi aniq korxonalar va loyihalar asosiy driver sifatida belgilangan? Bizda asosiy korxonalarimiz Silverlake qo'shma korxonamiz bor, klasterimiz. Bundan tashqari Paxtakor Tekstil turibdi. Paxtakor Tekstil keyingi etaplar bor, tayyorlab trikotaj mahsulotlarini ishlab chiqarish. 1000 ish o'rni yaratiladi endi hisob-kitob bo'yicha. O'shanga hozir ishlar amalga oshirilyapti. Investorlar mablag'lari 2026 yilga kirib, o'sha asosiy qismi World Trading, Paxtakor Tekstil, qolgan korxonalarimiz bor. Jami shu 6 ta korxonamizda Yana kimlar qanday savol? Endi 8-Navoiy saylov okrugidan deputat Andayev Ahmadman. Ma'ruzada 2026 yilda ishsizlikni 4.6% ga va kambag'allik 2.7% ga tushish rejasi belgilangan. Shu ko'rsatkichlarga erishish uchun qaysi aniq mexanizm va yangi loyihalar amalga oshiriladi va hamda ularning samaradorligini qanday nazorat qilinadi? 2026 yilda ishsizlik darajamizni 4.6% ga tushirishimiz uchun hozir yuqorida aytib o'tdim. Driver loyihalarimiz 2026 yilda amalga oshirilgan. Driver loyihalarimiz hisobiga yangi ish o'rinlari yaratiladi. Bundan tashqari investitsiya dasturlarimiz bor. Yuqorida aytib o'tganimdek Paxtakor Tekstil o'zida
hozirgi tadbirkorlarimizning prognozi bo'yicha 1000 ish o'rni yaratiladi. Yani. Bularni 2026 o'shandan 600 ish o'rni 2026 yilga yaratiladi. Bundan tashqari fuqarolarimizga oilaviy tadbirkorlik, hokim yordamchilar tomonidan moliyaviy resurslarimiz bor. Hozirgi kunda bizda 59 milliard resursimiz bor Paxtakor tumanida. Safar yig'ilishimizda ham aytildi. Buni mahalliy yetkaziligi faollar bilan birgalikda haqiqatdan o'sha mahalladagi ishsiz, kambag'al oilalarga to'g'ri yo'nalishda maqsadda foydalansak, mana shu natijalarga erishamiz. Yana kimda savol? Oradagi masala yuzasidan tadbirkorlar tuman kengashining mahalliy byudjet tadbirkorlikni rivojlantirish va iqtisodiy sohalar masalalar bo'yicha doimiy komissiya a'zosi Uzoqov Jalolbekov xulosasini eshitamiz. Assalomu alaykum deputatlar, so'z ishtirokchilari. Tumanda hunarmandchilik va rivojlantirish yuzasidan mavjud avval hujjatlar hamda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 30-dekabrdagi 49-8 qarori ijrosi to'g'risidagi masalalar doimiy komissiya a'zolari ishtirokida muhokama etilib, qaror loyihalari ko'rib chiqilgan. Yuqoridagilarni inobatga olib, qaror loyihalarini tasdiqlab berish maqsadga muvofiq deb hisoblaymiz. Tushunarli. Ushbu qaror loyihasini tasdiqlansin degan deputatlar qo'l ko'tarib ovoz berishini so'rayman. Ba'zilar qarshilar yo'q, betaraflar yo'q. Qaror qabul qilindi. Rahmat. Ustoz versalarni endi oylik yaqini, chorakka yaqini. Rahmat. Hurmatli deputatlar, sessiya kun tartibidagi ikkinchi masalani ko'rib chiqib yoshlarga oid davlat siyosati to'g'risidagi qonunning tumandagi ijrosi to'g'risida so'z Paxtakor tuman hokimining o'rinbosari Qo'zg'oshev Fazliddin Hamidovichga beriladi. Assalomu alaykum, hurmatli sessiya raisi, hurmatli deputatlar. Albatta bugun navbatdagi sessiyada yoshlar masalalari alohida e'tirof etilib tartibga qo'yilgan ekan. Bugungi kunda yil davomida 2023 yakunlari va 2026 yilda amalga oshirilgan ishlar bo'yicha qisqacha ma'lumot berilsin. Mamlakatimizda yoshlar bilan ishlash masalasi davlat siyosat darajasiga ko'tarildi. Jumladan har bir mahallada yoshlar yetakchilar faoliyati yo'lga qo'yildi va yoshlar bilan ishlashning yangi vertikal tizimi joriy etildi. Xabaringiz bor, davlatimiz rahbari boshchiligida joriy yilda yoshlar masalalari bag'ishlangan 2 marta muhim o'sha video svet yig'ilishi o'tkazildi. Bu yig'ilishda mamlakatimizdagi har bir yoshning ta'lim olishi, kasb egallashi, ishli bo'lishi, o'z iqtidori va salohiyatini ro'yobga chiqarish uchun shart-sharoit yaratish bo'yicha aniq vazifalar belgilab berildi. Jumladan 2026 yil yoshlar balans asosida shakllantirildi va bugungi kunda yoshlar balans asosida yoshlar soni 0 yoshdan 30 yoshgacha 38.270 nafarni tashkil qilmoqda. Jumladan 0-6 yoshli yoshlarimiz 8.950 nafar, 7-13 yoshdagilar 8.975 nafar, 18-30 yoshli yoshlarimiz esa 17.803 nafar va 14-30 yoshdagi yoshlarimiz 20.805 nafar tashkil etadi. Asosan bugungi kunda bu yoshlarimiz nimalar bilan band degan savolga quyidagicha javob beramiz. Shundan 945 nafar yoshlarimiz bugungi kunda davlat sektoridagi ishlarda ishlamoqda. Ya'ni rasmiy band hisoblanadi ular. 2372 nafar yoshlarimiz esa bevosita xususiy sektorda o'sha o'zlarining yo'nalishlari bo'yicha xususiy sektorda ishlab chiqarishda ishlamoqdalar. 8226 nafarimiz bugungi kunda o'sha ta'lim bilan ya'ni ular o'sha maktab o'quvchilari, texnikumlarimiz o'quvchilari va oliy ta'limni o'qiyotgan yoshlarni tashkil qiladi. Bundan tashqari 570 nafar yoshlarimiz bugungi kunda o'sha o'zlarining tadbirkorlik faoliyatlarini yo'lga qo'ygan va mana shu yo'nalish bo'yicha yoniga 2 nafar, 3 nafar yoshlarni olib, yana bandligini ta'minlab o'zlarining yo'nalishlarini
amalga oshirilmoqda. Va shundan 1053 nafar yoshlarni ya'ni o'zini band qilyapti degani bu o'zlari turli o'zlari qiziqqan sohalar bo'yicha bugungi kunda faoliyat olib bormoqda va o'sha staj masalalarini amalga oshirish maqsadida o'zini band qilib 1 yillik daromadlarini to'lab yo'nalishlar bo'yicha faoliyatlarni ko'rsatyapti va 682 nafar yoshlar bugungi kunda o'sha tumanimiz bo'yicha xorijda chiqib mehnat migrant sifatida faoliyatlarni ko'rsatyaptilar. O'ylaymanki bu bugungi kunda o'sha bevosita tumanimizdagi yoshlarni o'sha yoshlar balansda shakllantirilgan masalalar bo'yicha ko'rsatishlar edi. Shuningdek, yoshlar daftariga kiritilgan yoshlar bilan ishlash yo'nalishida men alohida yo'nalishlar bo'yicha qisqa chiqishda to'xtalib o'taman. Yo'nalishda quyidagi ishlar amalga oshirildi. Ya'ni 2025-yilda yoshlar daftari orqali 13 turdagi ijtimoiy yordamlar ko'rsatilib kelingan. Ya'ni mana shu yordamlar natijasida yoshlar daftariga 190 nafar yoshlar kiritilgan bo'lsa, ularning 179 nafariga o'tgan yilda 575 million so'mlik yordamlar ko'rsatilgan turli toifadagi. Va endi bugungi kunga kelib 2026-yilda hozirgi kunda yoshlar daftariga yordamlar ko'rsatilishi bo'yicha tizimli ishlar amalga oshirilib, ya'ni o'zgarishlar bo'ldi va bugungi kunda hozir yoshlarimiz o'sha biladilar. O'sha tizimda o'zgarishlar ketayotgani sababli yordam berishlar o'sha tizim to'xtab turibdi va natijada bugungi kunda yoshlarga o'sha ko'rsatilgan 7 toifalar yoshlarga yordam ko'rsatib berilgan bu yordamlar bugungi kunda berish to'xtab turibdi, sababi tizim ishlamay turibdi. Va keyingi yo'nalishimiz bevosita bu yoshlar bankining dasturi bo'yicha bo'ladigan bo'lsa, bu barcha xabarlaringiz bor. Davlatimiz rahbari tomonidan 2023-yil 9 noyabrda kambag'allikni qisqartirish va aholi bandligini ta'minlash borasidagi ishlar sarf hisobi va kelgusi yil ustuvor vazifalar yuzasidan o'tkazilgan video selektor yig'ilishida mana shu ishsiz yoshlarning bandligini ta'minlash bo'yicha alohida topshiriqlar berilgan edi. Mana shu topshiriqlar ijrosini ta'minlash maqsadida bizda ham oktyabr oyida bevosita Davlat xavfsizlik xizmati respublika ishchi guruhi bilan birgalikda barcha mana shu tumanlarda va mahallalarda ishsiz yoshlar ro'yxati shakllantirildi va ular qaytadan xatlov qilindi. Va natijada bizning tumanimizda 276 nafar vaqtli bugungi ishsiz va ishga muhtoj degan yoshlar aniqlandi va ular ro'yxati shakllantirilib mana shu 2026-yilda ularning bandligini ta'minlash bo'yicha amaliy ishlar olib borildi va bugungi kunda mana birinchi chorak yakunlari bilan biz kun kecha hisobot berdik. 276 nafar yoshlarning 100% bandligi ta'minlandi va ular o'sha sohalari bo'yicha qiziqishlari bo'yicha ishga joylashdi. Jumladan 97 nafar yoshlarimiz doimiy ishga joylashtirildi. 16 nafariga 381 million so'm miqdorida kredit mablag'lari ajratildi. 53 nafar yoshlarimizga o'sha o'zlarining dehqon xo'jaligini yuritish uchun 1 gektardan yer ajratib berildi. 14 nafar yoshlarimiz o'sha ish bilan ta'minlangan, ishsiz degan yoshlarimiz bugun 14 nafari o'sha migratsiyaga, ya'ni boshqa davlat ishga ketdi. 5 nafari muddatli harbiy xizmatga ketdi. O'sha oktyabr oyida ishsiz deb e'tiroflarni eslatib turgan va bugungi kunda o'sha 1 yillik armiyaga ketishga muvaffaq bo'ldi. Va 5 nafari ta'limning keyingi bosqichiga jalb etildi. 1 nafar yoshimizga o'sha subsidiya asosida asbob-uskunalar olib berilib, o'z faoliyatini boshladi. 10 nafar yoshimiz shu kasb, hunar va zamonaviy kasb o'qitilib, kelgusi o'zining tadbirkorlik yo'nalishini boshladi. 75 nafarimiz yuqorida aytganimdek turli sohalarda o'zini band qilib, o'sha bandlik ta'minlandi. Bu degani juda yaxshi ko'rsatkich, buni o'zi bo'lgan yo'q, albatta barcha mana shu tumanimizdagi tashkilot rahbarlarimizning sa'y-harakatlari bilan juda katta ishlar amalga oshirildi va bugungi kunda ko'rsatishlarimiz ijobiy baholanmoqda. Va keyingi ko'rsatishimiz bu o'sha yoshlarga kredit ajratish yo'nalishida amalga oshirilgan ishlarga qisqacha to'xtalmoqchiman.
Davlatimiz rahbari 2025 yil 14 fevraldagi yoshlar tadbirkorligini rivojlantirish va bandligini ta'minlashga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi PK 62 qarori ijrosi yuzasidan o'sha bizga biriktirilgan Aloqa bank mas'uliyati biriktirilgan edi. Shu Aloqa bank bilan hamkorlikda ishlar olib borildi va natijada 40 ta loyihalarga 1,6 milliard so'm bank kredit ajratildi va 47 ta ish o'rinlari yaratilib, bugungi kunda faoliyatlarni amalga oshirmoqda. Ammo mana shu tumanimizdagi 3 ta mahallada umuman bu sohada oqsoqlik yo'lga qo'yildi va o'sha Suvonobod, Oqbuloq va Dilorom mahallasida yoshlarimizni e'tiborsiz deymizmi yoki boshqa moliyaviy masalalar bormi? Umuman shu mahallalarda yoshlarga kredit mablag'lari umuman ajratilmagan. Birorta yosh kredit olib o'z faoliyatini amalga oshirmagan. Shuningdek, oliy ta'lim tashkilotlari bitiruvchilarining ishga joylashishiga ko'maklashish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi 61-son qaror ijrosi yuzasidan oliy ta'lim muassasalari bitiruvchilaridan 10 ta loyiha amalga oshirildi. Ya'ni bu bevosita Milliy bank ularga mas'uliyati biriktirilgan edi. O'sha 10 ta loyiha bitiruvchilarimizdan oliy ta'lim bitirib 10 tasiga 140 million so'm bank krediti ajratilib, 12 ta ish o'rinlari yaratilgan. Ammo tumandagi 7 ta Samarqand, Toshkent, Olmazor, Paxtakor, Bog'shamol, Oqbuloq, Durlupangar mahallalarida bu qaror ijrosi bo'yicha umuman oliy ta'lim bitiruvchi yoshlarimiz kredit mablag'lari o'zlashtirmagan, ya'ni o'sha kredit mablag'lari olmagan. O'ylaymanki, bu bizga o'tgan yil birinchi yil bo'lgani uchun sabab bo'ldi. Bu yil endi bevosita bu yangilik emas. Hozirdan bu bo'yicha amaliy ishlar boshlaganmiz. Xulosa bu yilgi natijalarni o'tgan yil nisbatan ancha yaxshi bo'ladi. Sabablarga 477 gektar yer ajratilgan bo'lsa-da, hozirgi kunga kelib 94 nafar yoshlar 79,5 gektar yer maydonlarini o'sha tuman zaxirasiga qaytardilar. Sababi bunga sababini aytib o'taman. Misol uchun qaytarish sabablariga bevosita 29 nafar yoshlarimiz o'sha bola nafaqasi chiqmayapti, shu bola nafaqasi chiqqan foydalanardim degan maqsadda o'sha ayrim ayollarni, yosh qizlarimiz, kelinchaklarimiz, boshqalar o'sha sababni ko'rsatib yerdan davlat zaxirasiga qaytardi. 10 nafar yoshlarimiz bevosita yer olishga qaramasdan, yerda o'sha ishlashni mehnat qilishni xohlamasdan o'sha chet davlatlarga migratsiyaga chiqib ketdilar. Bundan tashqari 44 nafar yoshlarimiz bevosita yerda o'sha arizalarni qaytarib berdilar. Bularning sababi bugungi kunda o'zlari faol hayotga qaytib, ya'ni davlat bevosita rasmiy sektor bo'lib, rasmiy sektorga band bo'lib, ya'ni davlat ishlariga kirib faoliyatlarni ko'rsatgani uchun vaqti yo'qligi uchun yerdan foydalanish imkoniyati yo'qligi sababli qaytarib bergan. Va 4 nafar yoshlarimiz o'sha oliy ta'lim muassasalariga o'qishga kirganligi munosabati bilan yerlarni qaytarib bergan. 7 nafar yoshlar o'sha qizlarimiz bo'lgan, ular boshqa hududlarga, ya'ni turmushga chiqib ketganligi sababli imkoniyati yo'qligi uchun o'sha yerlarni qaytarib bergan va bugungi kunda o'sha 79,5 gektar yerlarimiz davlat zaxirasiga qaytarildi va o'sha tegishli tartibda qayta xatlovga chiqarilib, qayta auksion orqali boshqa yoshlarga olishga imkoniyat yaratib berildi. Shuningdek, hozirgi kunda 524 nafar yoshlar yerlardan foydalanayotgan bo'lsa, 506 nafar yoshlar 379 gektar maydonlarni shudgor amalga oshirib, 100% shudgorlar tugatilib, bugungi kunda o'sha ekish ishlarini amalga oshirmoqda. Keyingi yo'nalishimiz bevosita o'sha otaliq qolgan yoshlar bilan ishlash yo'nalishi. Bu eng muhim yo'nalishlarimizdan biri va bizning eng og'riqli nuqtamizdan bu yo'nalish. Sababi bu yo'nalishga bevosita o'sha 7 ta toifadagi mansub yoshlar kiradi. Ya'ni bu o'sha ilgari sudlangan, jinoyat sodir etgan yoki mehribonlik uydan chiqib bugun o'z o'rnini topolmayotgan yoki probatsiya hisobida turgan yoki giyohvandlik va psixotrop moddalar iste'mol qiluvchi
va surunkali spirtli ichimliklar ichuvchilar, yot g'oyalar ta'siriga tushib qolgan yoshlar, agressiv, qo'l-qatvorli va janjalkash yoshlarimiz. Mana shunaqa yoshlardan o'sha xatlar asosida o'rganilganda 78 nafar yoshlar aniqlangan. Va bugungi kunda o'sha 78 nafar o'sha atalib qolingan yoshlar 5 ta huquq-tartibot idoralariga biriktirib berilgan. Jumladan mudofaaga qarashli harbiy qism bor. Biz 4401 aviatsiyamiz 20 o'sha harbiy qism komandiri va o'rinbosarlariga 29 nafar yoshlar biriktirilgan. Prokuratura xodimlariga 12 nafar, ichki ishlar bo'limi xodimlariga, boshliq va o'rinbosarlarga faqat 20 nafar, favqulodda vaziyatlar bo'limi boshliq o'rinbosari 7 nafar va tuman hokimimiz o'ziga 10 nafar yoshlar biriktirib berilgan. Bugungi kunda o'sha 78 nafar yoshlarning barchasi bilan alohida suhbatlar o'tkazilgan. Ular bilan ularning nimaga qiziqishi, nima uchun bugungi kunda bu vaziyatda bu ro'yxatga tushib qolganliklari hammasi o'sha tegishli rahbarlar biriktirilgan rahbarlar tomonidan o'rganib chiqildi. Ular bo'yicha turli o'zlarining o'sha savol anketalar to'ldirilib, tegishli shtablarga taqdim etilgan. O'sha uchrashganlik to'g'risida fotolavhalar bilan, o'sha dalilnomalar bilan taqdim qilinib, bugungi kunda ular tomonidan 20 ta yana mana shu mudofaa harbiy qism komandirlar tomonidan aniqlangan bo'lsa, bugungi kunda bularning 20 nafarining bevosita o'sha muammolarni bartaraf etilib, ularning shu amaliy yordamlar ko'rsatildi. Demoqchi bo'lganim, albatta bu ishlar barchasi bizni bugungi kunda shu yoshlar bilan tumanimizda olib borgan ishlardan qisqacha ma'lumotlar berib o'tdim. Chunki bugun juda ham yoshlar bilan olib borayotgan ishlar davlat darajasida ko'tarilgan, endi yerda o'tirgan har bir rahbar, har bir deputatimiz yaxshi biladi. Chunki bu bilan davlatimiz rahbari bir yilda 2 marta, 3 marta o'sha video selektor yig'ishlar o'tkazadilar. O'sha bundan tashqari xavfsizlik kengashi yig'ishlarida ham bevosita mana shu yoshlarga e'tibor qaratib topshiriqlar beradilar. Bundan tashqari o'sha oliy ta'lim bitiruvchilar bilan bo'ladimi yoki maktab bitirish yoshlar bilan o'tkaziladigan video selektor yig'ishlar bo'ladimi? Albatta barchasida mana shu yoshlarga alohida e'tibor qaratiladilar va eng asosiysi 30-iyun yoshlar kuni munosabati bilan o'zlarining yoshlarga tabriklarini yo'llab, yana bir qancha imtiyozlar beriladi. Demoqchi bo'lganim, albatta biz ham joylarda mana shu Paxtakor tumanimizda o'sha 15 nafar yoshlar yetakchilari bilan birgalikda mana shu yoshlar siyosatini amalga oshirishda birdamlikda o'sha belgilagan topshiriqlarni amalga oshirib, o'sha ko'rsatkichlarimizni ham viloyat miqyosida eng yuqori natijaga olib chiqib, birga ishlab kelamiz va bunday kelishib ishlarni davom ettiramiz. Savollar bo'lsa, marhamat, qisqacha hisobotim yakun bo'ldi. Salomat bo'ling. Marhamat, kimda savol taklif qiling. Hurmatli kengash raisi, hurmatli sessiya ishtirokchilari, birinchi Buyuk Ipak yo'li okrugidan Paxtakor kengash raisi. Savolim shundan iboratki, bu yuqorida aytdik, o'sha Paxtakor tumanida yoshlar bandligini ta'minlash bo'yicha izchil ishlar amalga oshirilyapti, biroq o'sha imtiyozli kreditlardan foydalanish hali ham muammoligicha qolyapti. Bunga asosiy sabab o'sha yoshlar daftari platformasini ishlamayotganligimi yoki yoshlar yetakchisi bilan mahalladagi hokim yordamchisining o'rtasida hamkorlik yo'qligimi? Nima masala? Rahmat savol uchun rahmat. Albatta bugungi kunda banklardan berilayotgan imtiyozli kreditlar bizlarga yoshlarimiz uchun o'sha 18% dan ajratib berilyapti. Bu eng quyi stavka. Endi bu yerda bitta masala bo'lyapti, bu yerda yoshlarning daftari ishlamasligiga hech qanday aloqasi yo'q. Bevosita bunda o'sha mahallaning yoshlar yetakchilari, o'sha yoshlarning o'sha qiziqishiga, ularning yo'nalishini hisobga olib ishlash kerak. Agar o'sha yosh tadbirkor bo'laman, menga shuncha mablag' ajratish kerak degan bo'lsa, albatta joylardagi yoshlar yetakchilar ularga yordam beradi. Chunki yoshlar bu yo'nalish bo'yicha biladi, ishlagan, qanaqa yordam berish, qanaqa hujjatlar to'g'rish kerak va kimga murojaat qilishni ham biladi. Faqat bitta masala bu o'sha yoshning o'zining qiziqishiga bog'liq. Bugungi kunda juda ko'pchilik yoshlarimiz bu imtiyozli kreditni olishdan foydalanmayapti. Biz juda ko'p tadbir qilamiz. O'sha mahallada yoshlar yetakchilari o'zlari yurib, chunki bularga ham topshiriq qo'ygan. Qancha ko'p ularga imtiyozli kredit bersa, o'sha yoshlarning bandligini ta'minlasa, yoniga o'rtog'ini yoki bolasini olib ish bilan ta'minlasa, shuncha biz jamiyatimiz foyda beradi.
Lekin biz bugungi kunda o'sha iqtisodiyotga ilg'or, tashabbuskor, tadbirkor bo'laman degan yoshlarni topish ozroq masala bo'lyapti, muammo bo'lyapti. Mana hozir ko'ryapman, 3 ta yetakchimiz o'tiribdi ekan. Mana Abbos o'tiribdi, Islom o'tiribdi, mana bu yerda Jasur o'tiribdi, mana marhamat, savollar qilsa. Yuqoridagi masala yuzasidan Xalq deputatlari tuman kengashining ijtimoiy soha, yoshlar siyosati, madaniyat va sport masalalari bo'yicha doimiy komissiya raisi Safarov Usmonali yangi loyiha xulosasini ishlaymiz. Assalomu alaykum, hurmatli deputatlar, sessiya ishtirokchilari, xalq deputatlari, tuman kengashining 7-chaqiriq 25-sessiyasi kun tartibiga kiritilgan yoshlarga oid davlat siyosati to'g'risidagi qonunning tumandagi ijrosi to'g'risidagi masala xalq deputatlari tuman kengashining ijtimoiy soha, yoshlar siyosati, madaniyat va sport masalalari bo'yicha doimiy komissiyaning majlisida masalaga aloqador tashkilotlar doimiy komissiya a'zolari ishtirokida joyiga chiqqan holda o'rganib chiqilib, muhokama etilgan hamda qaror loyihasi ko'rib chiqilgan. Yuqoridagilarni inobatga olib, ushbu qaror loyihasini tasdiqlab berish maqsadga muvofiq deb hisoblaymiz. Rahmat. Ushbu qaror loyihasini tasdiqlasin degan deputatlar qo'l ko'tarib olib berishingizni so'rayman. Rozilar, qarshilar yo'q, betaraflar yo'q. Qaror qabul qilindi. Rahmat. Hozir bizga ruxsat bersangiz, boshqa ishlarimiz bor. Hurmatli deputatlar, sessiya kun tartibidagi 2-chi masalani ko'rib chiqishga o'tamiz. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2024-yil 11-martdagi o'zgalar parvarishiga muhtoj shaxslarga ijtimoiy xizmat va yordam ko'rsatishning sifat jihatidan yangi tizimini joriy etish to'g'risidagi Prezidentning 3-sonli qarorining ijrosini hamda tuman hokimligi tizimidagi infratuzilma va ijtimoiy barqarorlik jamg'armasi hamda ijtimoiy daftarlar jamg'armasi mablag'laridan maqsadli sarflanish to'g'risida so'z Inson ijtimoiy xizmatlar markazi direktori Eshmirzayev Umid Hamidovichga beriladi. Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli sessiya raisi, hurmatli deputatlar, sessiya ishtirokchilari. Men Eshmirzayev Umid Hamidovich, Aqto'be tumani Inson ijtimoiy xizmatlar markazi direktoriman. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11-mart 2024-yilda o'zgalar parvarishga muhtoj shaxslarning ijtimoiy xizmat va yordamlar ko'rsatish sifatini yangi tizim joriy etish to'g'risida 123-sonli qarorga asosan o'zgalar parvarishga muhtoj shaxslar tuman inson markazi tomonidan xizmatlarga olingan bo'lib, hozirgi kunda 26-yil mart oyida holatda 39 nafar o'zgalar parvarishga muhtoj bo'lgan yolg'iz yoki yolg'iz yashovchi yoki yolg'iz nogironligi bo'lgan shaxslarga 3 nafar assistentimiz tomonidan xizmat ko'rsatib kelinmoqda. Bu 39 nafar shaxslarimiz 11 nafari yolg'iz keksa, 6 nafari yolg'iz nogironligi bo'lgan shaxs, 16 nafari yolg'iz yashovchi keksalar tashkil etadi. 6 nafar yolg'iz yashovchi nogironligi bo'lgan shaxslar tibbiyot bilan hamkorlikda xizmatga olingan. Mahallalarda ijtimoiy xizmat ko'rsatuvchi xodimlar tomonidan ushbu keksalar yoki yolg'iz yashovchi shaxslar aniqlangan holda belgilangan tartibda xizmatga olinib kelinmoqda. Xususan 2026-yilda o'tgan davr davomida Toshkent mahallasi ijtimoiy xodimi tomonidan 2 nafar o'zgalar parvarishiga muhtoj yolg'iz yashovchi keksa aniqlanib, tegishli tartibda mahalla raisi tuman tibbiyot birlashmasidan biriktirilgan oilaviy shifokor va inson markazi xodimlaridan iborat ishchi guruh tomonidan xizmatga olindi. Bunday tashabbus do'stlik mahallasida ham 2 nafar o'zgalar parvarishga muhtoj shaxslar aniqlanib, ular ham inson markazi tomonidan xizmatga olindi. Mazkur qarorning 2-ilovasi bilan o'zgalar parvarishga muhtoj shaxslarga ijtimoiy xizmatlar ko'rsatish tartibi to'g'risidagi tasdiqlangan reglamentining 1-bobida o'zgalar parvarishga muhtoj shaxslar chuqurlashtirilgan tibbiy ko'rikdan o'tkazilishi belgilab qo'yilgan. Bunga asosan o'zgalar parvarishga muhtoj bo'lgan shaxslar belgilangan tartibda belgilangan grafik asosida har yili boshida 1-choragida
chuqurlashtirilgan tibbiy ko'rikdan o'tkazib kelinmoqda. Va bu hozirgi kunda o'z yakuniga yetkazildi. Birinchi chorak tugash munosabati bilan. Bundan tashqari o'zgalar parvarishga muhtoj bo'lgan shaxslarni yashash xonadonlari atroflicha o'rganilib, tuman SES bo'limi tomonidan doimiy dezinfeksiya ishlari amalga oshirib kelinmoqda. Belgilangan tartibda o'sha ijtimoiy reyestrda turuvchi yolg'iz yashovchi keksalar yoki yolg'iz yashovchi nogironligi bo'lgan shaxslar tibbiyot birlashmasi tomonidan belgilangan tartibda bepul dori-darmon bilan ta'minlanib kelinmoqda. Har 6 oyda bir marotaba bu shaxslarimiz qayta baholashdan o'tkaziladi. O'sha baholash natijalariga ko'ra to'plangan ballarga ko'ra ularga xizmat belgilanadi. 2026-yilda hozirgi birinchi choragida 3 nafar o'zgalar parvarishga muhtoj bo'lgan shaxslarning 3 nafari atroflicha o'rganildi va Saxovat va ko'mak jamg'armasidan 3 nafarini xonadonlarida ta'mirlash, ularni erkin harakatlanishi va funksionalligini oshirish maqsadida ularning xonadonlarida hozir ta'mirlash ishlari olib borilmoqda. Bunda asosiy tashabbus tuman hokimimiz tomonidan amalga oshirilyapti. Tuman hokimimiz nazorati ostida 3 nafar xonadonda hozirgi kunda ta'mirlash, tiklash, moslashtirish ishlari olib borilmoqda. Bundan tashqari Saxovat ko'mak jamg'armasidan shaxs ismini aytmaymiz endi. Yolg'iz yashovchi nogironligi bo'lgan shaxsimiz bor. Bu kishi yotoqda bo'lganligi uchun o'zi turib uy maydonida harakatlanolmasligi sababli bu kishiga masofadan boshqaruvchi yangi eshik va yangi qulf o'rnatib berildi. O'zgalar parvarishga muhtoj shaxslarning yashash joyida dezinfeksiya ishlari har oyda amalga oshirilib kelyapti. Hozirgi kunda bugungi kunda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi 2025-yil 18-iyundagi o'zgalar parvarishga muhtoj shaxslarning vaucher asosida yangi ijtimoiy xizmatlardan foydalanish tartibini joriy etish chora-tadbirlari to'g'risida 376-sonli qaror talablariga asosan bu hozir xususiy sektorga topshirilib kelinyapti. Bunda tadbirkorlar rol o'ynaydi va bunga keksalarga, yolg'iz yashovchi shaxslarga tadbirkorlar xizmat ko'rsatib keladi. Lekin shunda ham uni monitoringi, uni baholashi va uni o'sha xizmatga loyiqligini reyestrga kiritishi bu inson markazining o'zini xizmat turiga kiradi va bu tadbirkor doimiy monitoring asosida xizmatlari inson markazi tomonidan tekshirilib, atroflicha baholanib kelinmoqda. Saxovat va ko'mak jamg'armasidan foydalanish bo'yicha hozirgi kunda tumanimizda 1 milliard 470 million so'm Saxovat ko'mak jamg'armasida pul mablag'lari shakllangan va bu tartib bo'yicha har oyda tuman hokimi birinchi o'rinbosari, moliya bo'limi boshlig'i va inson markazi direktori, ya'ni men tomonidan bu mahallalar kesimida mahallani aholi soni, bundagi nogironligi bo'lgan shaxslar, kambag'allik darajasi, mahalladagi o'sha infratuzilmasi hammasi inobatga olingan holda har oyda mahallalarga o'sha kelib chiqishiga qarab taqsimlanib kelinmoqda va bu mahallalar yettiligining xulosasiga asosan ishlatib kelinmoqda. Hozirgi kunda 4 nafar fuqarolar tomonidan ijtimoiy reyestrda turuvchi 4 nafar fuqarolar tomonidan arizalar kelib tushgan va bular o'sha vaucher shakllanish, hozir vaucherga o'tgan, hozir bu naqd pulda berilmaydi, bu yordam, uy joyini ta'mirlash naqd pulda berilmaydi, faqatgina qurilish materiallari olib beriladi. Bu uzun market orqali amalga oshirishni inobatga olib, hozir 4 nafar fuqarodan ariza kelib tushgan va buni mahallalardan ijobiy xulosa olinib, hozir mahsulotlarni yetkazib berish ishlari olib borilyapti. Bundan tashqari 26 nafar fuqarolarga davolanish bo'yicha arizalar kelib tushgan. Hozirgi kunda 6 nafari viloyat, respublika darajasida tuman tibbiyot birlashmasining yordami bilan bu hammasi davolanib kelishdi. Oziq-ovqat va kiyim-kechak bo'yicha 114 ta oziq-ovqatga arizalar kelib tushgan. Hozirgi kunda 91 tasi yetkazib berildi.
114 ta jami oziq-ovqatga ehtiyoj kelib tushgan. Hisobotimiz shu hozircha. Agar savollar bo'lsa, marhamat. Marhamat qiling. Assalomu alaykum. Mijnor O'z okrugidan saylangan deputat Ergashev Chehraman. Savolim shundan iboratki, o'zgalar parvarishi haqida gapirib o'tdingiz. Tumanda o'zgalar parvarishiga muhtoj shaxslarga ko'rsatilayotgan ijtimoiy xizmatlar qanday? Platformaga o'sha keksalarimiz bu qaror bilan yangilik bo'ldi-da, to'g'ri savol berdingiz. Kimgadir o'sha asent ular endi keksalar sal nima deydi? Xarakteri og'irroq bo'lib qolganda, ular o'sha xizmat ko'rsatuvchi yoqmasa, boshqa xizmat ko'rsatuvchini tanlashi mumkin. Bu degani unaqa hali o'zgarish bo'lmadi. Bundan kelib chiqadi, biz baholab boramiz uni. Bundan kelib chiqamizki, xizmatlar yaxshi bo'ladi. Agar xizmat yoqmasa, yo bir qandaydir ko'ngli to'lmasa, o'sha assistent bunga ko'ngliga o'tirmasa, o'sha platformamizdan kiradi, boshqa assistent tanlash mumkin. Shu tomonlar yo'lga qo'yildi. Assalomu alaykum. 10-yangi Qo'rg'on okrugi deputati Umar Sarvana. Savolim shunday iboratki, tumanimizda o'zgalar parvarishiga muhtoj shaxslar soniga nisbatan ijtimoiy xizmat ko'rsatuvchi xodimlar va tashkilotlar salohiyati yetarlimi va xizmatlarni yanada samarali tashkil etish uchun qanday tizimli o'zgarishlar zarur? Yaxshi savol berdingiz. Bu siz o'zingiz xabardorga o'xshaysiz. Bu qaror bilan belgilangan. Har bitta xizmat ko'rsatuvchi assistentga 8 tadan 12 tagacha odam to'g'ri kelish kerak. Bu ko'rsatkich bizda hozir oshib ketdi. Soatga o'tdi. Bir haftada 40 soat, bir oyda 40 soat maksimum xizmat ko'rsatish kerak. Bu oshib ketganligi uchun shu 376-sonli qarorda ilovasiga asosan 34 nafar qo'shimcha xizmat ko'rsatuvchi olingan. Bu kim? Bu ijtimoiy reyestrda turuvchi shaxslar. Misol xizmat olishga ehtiyoji bor, qo'shnisi yoki uzoqroq jiyani, qarindoshi. Ular bir kishiga bir kishi xizmat ko'rsatadi. 34 kishiga xizmat ko'rsatadi. 39 tadan tashqari. Bu o'sha 40 soatdan oshib ketadi-da, chunki ularga biriktirib beradigan bo'lsa, 3 ta assistentimiz bor, 3 ta. Uchalasiga biriktirib bersak, bu 40 soatdan oshib ketadi, shuni hisob qilgan holda yakka tartibda u o'z nomiga yatib ochadi. O'sha xizmat ko'rsatgan kunini, soatini kesaylik qiladi. O'shanga qarab unga shart to'lab beradi. Bitta savolim bor. O'sha xizmat ko'rsatadigan assistentlar baribir o'zgalar parvarishiga muhtoj shaxslarga xizmat ko'rsatadi. Demak, ular o'zgalar parvarishiga muhtoj deganda o'zi mustaqil harakatlanma olmaydi. Shuning uchun aytmoqchimanki, assistentlar o'sha psixologiyasi, qanday ijtimoiy kelib chiqish atrofida o'rganib chiqiladimi, yo'qmi? Assistentlar Endi har qanday holat bo'lishi mumkin, hurmatli deputatlar. Boyagi ijtimoiy reyestrda turadigan shaxslar degan uchun bu savol kelib chiqdi. Albatta, har qanday holat bo'lishi mumkin. Shuning uchun uning psixologiyasi va ijtimoiy kelib chiqishi menimcha o'rganib chiqilishi zarur bo'ladi. assistentlardan talab bo'ladi. Asosan tibbiy bilimga ega bo'lgan, hech bo'lmasa tibbiy dastlabki bilimga ega bo'lgan assistentlar qabul qilinadi. Bundan tashqari ularni tegishli tashkilotlardan hammasi bo'yicha ma'lumot yig'iladi. Keyin u assistentga olinadi. Tibbiy bilimga, tajribaga ega bo'lgan assistentlar olinadi. Reabilitatsiyamiz bor. Bundan tashqari nogironligi bo'lgan shaxslarga reabilitolog medsestralar xizmat ko'rsatadi. Paxtakorda doktor bor, siz xabaringiz bor, bitta Zuhra degan qizimiz bor. U imенно o'sha sohaning egasi bo'lgani uchun 6 ta o'sha boyagi massaj funksionalligini nima deydi? Aplikatsiya deydi. Menimcha doktorlar uncha yaxshi tushunmayman. O'sha yo'qolgan funksiyalarni tiklash bo'yicha u yordam beruvchi-da. Reabilitatsiya. Ya aplikatsiyami, reabilitatsiya emas. Boyagi tugma qadash bor. Massaj orqali. Qurolli Azam, Navbahor, Chamazor mahallasida. Endi oldin nogiron bo'lgan, endi qanday yig'layapti, hozir biz chiqarib berishimiz kerak bu yerda. Yana bir hafta yotaylik deydi. Hech kim yo'q deydi. Uy joyi yo'q.
Bu lekin nogironligidan chiqarib tashlagan, ana yolg'iz qariya hisob turmaydi. Menga yordam kecha hokimiyat kelib ketdi. Endi bizda qisqasi bir yotoqxona qilib olganda, men bugun aytdim endi Oqsaxon endi uyga borasiz. Bitta kecha keldi bir yigit, dedi chiqib ketgan ekan dedi, men izlab yuribman deb qo'yadi, xuddi bilmay qilib. Men aytdim, og'ayning burakani desam, u aytadi, u dedi meni ishlatadi, pulimni olib qo'yadi, molni boqtiradi deb. Endi buni qisqasi yolg'iz qariya devon bo'lmasa kerak, bitta farzandi ham bor ekan, qizi chiqib turmushga ketgan. Bir o'g'li bor, qamalib ketgan. Sog'liq joyida. Qizi ham bor. Yo'q, o'zi nogiron. Shurda. Endi buni bunda dadasida yashab yurgan odam. Bunda hozir masala shu 3 ta masala ko'rilyapti-da, bitta shaxsda. Bu nogironligini o'zidan doktor va xabaringiz bor. Unga biz ta'sir qila olmaymiz. Unga hech kim ta'sir qila olmaydi. Uni belgilangan tartibda tuman tegiklar belgilab beradi. Uni fuqaro ham men nogironman deya olmaydi. Xabaringiz bor. Bu birinchi masalasi. Ikkinchi masalasi, u kishining farzandlari bor. Uni muruvvat uyiga yoki biron joyga oladigan bo'lsak, to'lovli bo'lib chiqadi. Kamida 2.800.000 300.000 bo'lib chiqadi. Uni farzandlari to'lash kerak bo'ladi. O'sha turmushga chiqqan qizi, u tomonidan to'lanish kerak bo'ladi. Endi bitta yo'li bor, biz buni taklif qildik bu kishiga. Bitta yo'li bor, G'allorol Zarbdor tumani ikkalasiga ochilgan 24 soatda qarab turish xizmati bor. O'sha masalan, bansada hozir 24 soat yotibdi. U yerda 24 soat yotadi. Pensiyasini 80%ni o'sha tadbirkorga beradi. 20% kunlik ehtiyoji o'ziga qoladi. Bundan tashqari, ijtimoiy himoya milliy agentligi, bizning agentligimiz tomonidan o'sha tadbirkorga qarab turgani uchun ish haqi to'lanadi. Bu kishi bu yerdan ketgisi kelmayapti. To'g'ri. Yo'q, u kishiga juda ko'p takliflar berdi. Muzg'onalarda Endi o'zini roziligi bo'lmasa bo'lmaydi. pochta ukasi bor, pochtada turadi. Ukasi metroda turadi, pochtada. Bu kishini o'zida roziligi bo'lmasa bo'lmaydi. Endi bu baribir ko'rib chiqish kerak, bir nazorat orasida, men ko'rsangiz javob beraman degan. Men aytganimda ushlab turolmayman. Chunki bemorlar ko'p, ana Yana bir gaplashib ko'ramiz doktor bo'ldi. Sizda Mamat bo'ldi. Bitta bordiki. Bunyat, shunday-da. Yana kimlar qanday savol qaytaradi? O'zimda savol bor edi. Ma'ruzangizda 2026-yil 3 nafar uylar parvarishiga muhtoj shaxslarni uy-joy ta'minlash ishlariga ehtiyojini aniqlab, saxovat hukumat jamg'armasi mablag'lari hisobidan ishlar amalga oshirildi. Lekin hisobotda bir nafar ko'rsatilgan. Yo'q, bu уже qo'shildi-da. Bu hisobotda sal ehtiroq berildi, bir hafta oldin berildi. Kuni kecha tasdiqlandi, yana ikkitasi. Kuni kecha tasdiqlandi. Rashtakan tadbirkorligi bilan shartnoma qilindi. Hozir ishga tushdi. Kuni kecha Abitga ishga tushdi. Ta'mirlash ishlari davom etyapti. Bu bo'yicha ham bir ma'lumot berib qo'ysangiz, hozir hisobotda bor tushunadi. Ma'lumotda Menga murojaat qilgan 3-nafar fuqaro Neslihan bog'laganda Andijonda Namanganda davolanishdan dedi. Bu o'sha sizlarda o'sha uyni ta'minlashga sharoit imkoniyat qilib berdimi? Familiyasi kim edi? Sunnat aka shu hozir Andijonda davolanishdan deb ancha muammo bo'ldi, eshikni ochib bermayotgan. Bir nafar farzandi bor. Birinchi guruh nogiron. Bolasi hali bir yarim. Hozir yangi qaror qo'llanildi. Hozir har 3 oyda o'sha nogironlik bo'lgan shaxslarning ro'yxatini berib boryapmiz. Demak, u o'zgartiradi. Har oyda 3 kishini beryapmiz. Har oyda 3 kishini beryapmiz. Har 3 oyda bir adashib har oyda 3 kishini berib boryapmiz. O'sha birinchi guruh nogironlik bo'lgan, o'zgalar xullas ahvoli og'ir shaxslarning uyini remont qilish, moslashtirish. Hozir bu oyga bitta ro'yxat shakllantirdik. Sadiqova Vera degan Dilora mahallasida biroz yashaydi. Domga kirib ko'rdim. Vanna qismi polni cho'kish anaqasida ta'sirida devorlar ajragan ekan. O'shanaqalarni eng og'irlarini aniqlab beryapti. Assalomu sessiya raisi, yig'ilish ishtirokchilari, nog'ora saylov uchun saylovdan saylangan deputat Mirzayev Sherzod. Mana shu yanvar, fevral, mart oylarida o'sha uy ta'mirlash uchun nechta ta'mirlaymiz? 6 ta ariza kelib tushgan.
oltita. Bu skoringdan o'tib kelgan. Aslida ariza ko'p keladi. Skoringdan u boyagi hozir 34 ta edi oldin vazirlik bilan. Hozir 63 taga ko'tarildi. 63 ta vazirlik o'zining xulosasini beradi. Endi unda soliq bor, kadastr bor. Kadastr hujjati, adliya bor, oila tarkibi hammasi o'rganib xulosasini berib, skoringdan o'tib kelgandan keyin mahalliy tilga o'rganish o'tkazadi. Mahalliy tilning xulosasi shakllanib kelsa, o'sha xulosaga asosan vaucher shakllantirib, uzun market bilan shartnoma bor, uzun marketdan mahsulot yetkazib berish bo'ladi. Hozir 6 tasi tasdiqlandi. Lekin birontasiga pul berilgan, hamda berilgan. 3 tasida ta'minlash ketyapti, 3 tasi. Yana kimlar savol? Yuqoridagi masala yuzasidan Xalq deputatlari tuman kengashining mahalliy byudjet, tadbirkorlikni rivojlantirish va iqtisodiy islohotlar masalalari bo'yicha doimiy komissiya a'zosi Uzoqov Jalol Jalolovichning xulosasini eshitamiz. Fuqarolik tashabbus asosan. Assalomu alaykum, hurmatli deputatlar, sessiya ishtirokchilari. Xalq deputatlari tuman kengashining 7-25-sessiyasi kun tartibiga kiritilgan O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2024-yil 11-martdagi o'zgalar parvarishga muhtoj shaxslarga ijtimoiy xizmat va yordam ko'rsatishning sifat jihatidan yangi tizimga joriy etish to'g'risidagi 123-sonli qarorning ijrosi hamda tuman hokimligi huzuridagi infratuzilma va ijtimoiy barqarorlik jamg'armasi hamda ijtimoiy daftarlar jamg'armasi mablag'laridan maqsadli sarflanish to'g'risidagi masala Xalq deputatlari tuman kengashining ijtimoiy soha, yoshlar siyosati, madaniyat va sport masalalari bo'yicha doimiy komissiyaning majlisda masalaga aloqador tashkilotlar doimiy komissiya a'zolari ishtirokida joyiga chiqqan holda o'rganib chiqilib, muhokama etilgan hamda qaror loyihasi ko'rib chiqilgan. Yuqoridagi inobatga olib ushbu qaror loyihasini tasdiqlab berish maqsadga muvofiq hisoblanadi. Shu qaror loyihasini tasdiqlasin degan deputatlar qo'l ko'tarib ovoz berishmoqda. Rozilar, qarshilari yo'q, betaraflar yo'q. Qaror qabul qilindi. Rahmat. Hurmatli deputatlar, sessiya kun tartibidagi 4-masalani ko'rib chiqib o'tamiz. Tuman mahalliy byudjet, infratuzilma va ijtimoiy barqarorlik jamg'armasidan foydalanish hamda tuman fuqarolar tashabbusi jamg'armasi mablag'lari hisobidan ochiq byudjet axborot portali orqali eng ko'p ovoz to'plagan takliflar uchun mablag'lar ajratish to'g'risida so'z tuman iqtisodiyot va moliya bo'limi boshlig'i Uzoqov Azamat Boqodirov. 512 million so'm, keyingisi 512 million so'm, keyingisi 19-maktabni ta'mirlash zamonaviy qiyofaga keltirish uchun 1 milliard 500 million so'm, keyin Navbahor o'shqini ta'mirlash uchun 1 million so'm, keyingimiz endi yutmadi, uni 60 loyiha pul yetmadi, 8 million so'm yetmay qoldi. Bu Paxtakor mahallasida futbol maydonchasini tashkil qilish uchun 8 million so'm pul yetmadi. O'zimizning qo'shimcha omillar hisobidan endi o'shani bermoqchi 8 million so'm, o'sha bilan bu 6 ta bo'ladi loyiha. Bu o'quv byudjet bo'yicha hisobotimiz. O'sha 19-marta ta'limotlarda chet ellikdan kelib o'qiyotgan nimalar bor ekan, o'qituvchilar bor ekan, o'shalarning ijara pulini to'lab berishni 11 million so'm. Keyin keyingidan xabarlanib qoldi, bannerlardan qarzimiz bor. O'sha bannerlardan qarzimiz ham yo'q edi, bunlar bannerlarga ajratmaganlik hali 82.600 ming so'm bo'ldi. Keyin 3 nafar Alisher Navoiy nomidagi o'qiyotgan 3 nafar xodimning kontrakt to'lovi uchun 4 million so'm. Keyin Xalq deputatlari kengashining hokimiyatining moddiy texnik bazasini o'zimizning kengashning moddiy texnik bazasini mustahkamlash uchun 60 million so'm. Keyingi boyagi 8 million so'm o'quv byudjetga yetishmagan pulimiz 6-loyhamizga. Keyingimiz boyagi 1-2 guruh nogironlarining uyini ta'mirlab berish, kollektorlar qo'yish uchun 124 million so'm pul ajratish bo'yicha shu tartibda. Shu masala yuzasidan kimda qanday savol taklif?
Demak, yuqoridagi masala yuzasidan xalq deputatlari tuman kengashining mahalliy byudjet tadbirkorlikni rivojlantirish va iqtisodiy islohotlar masalalari bo'yicha doimiy komissiya a'zosi Uzoq Jalol Javlonbek yurishning xulosasini eshitamiz. Assalomu alaykum, hurmatli deputatlar, sessiya ishtirokchilari. Tuman mahalliy byudjet tuzilmasi va ijtimoiy va fuqarolik jamg'armasi mablag'larini foydalanish hamda tumanda fuqarolar tashabbusi jamg'armasi mablag'lari hisobidan ochiq byudjet axborot portali orqali eng ko'p ovoz to'plagan takliflar uchun mablag'lar ajratish to'g'risidagi masalalar xalq deputatlari, tuman majlisida tegishli tashkilotlar, doimiy komissiya a'zolari ishtirokida o'rganib chiqilib, muhokama etilgan hamda qaror loyihalari ko'rib chiqilgan. Yuqoridagilarni inobatga olib, shu qaror loyihalarini tasdiqlab berish maqsadga muvofiq hisoblaymiz. Mazkur masala yuzasidan qaror loyihalari sizlarga tarqatilgan. Qaror loyihalari qabul qilinsin degan deputatlar qo'l ko'tarib ovoz berishingiz so'raymiz. Rozilar, qarshilar yo'q, betaraflar yo'q. Qaror qabul qilindi. Hurmatli deputatlar, sessiya kun tartibidagi 5-masalani ko'rib chiqishga o'tamiz. Xalq deputatlari Paxtakor tuman kengashining 2026-yil 13-martdagi 26-sonli hamda 2026-yil 17-martdagi 52/26-sonli qarorlarini qonunga muvofiqlashtirish to'g'risida so'z xalq deputatlari Paxtakor tuman kengashi kotibiyati mudiri Mamanova Karamat Xolmanovga beriladi. Rahmat. Yana bir bor assalomu alaykum hurmatli sessiya ishtirokchilari. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati Devoni hududiy vakillik organlari faoliyatini o'rganish markazi tomonidan xalq deputatlari mahalliy kengashlari tomonidan qabul qilingan qarorlar belgilangan tartibda monitoring qilib borilmoqda. Amalga oshirilgan monitoring doirasida xalq deputatlari Paxtakor tuman kengashining 2026-yil 12-martdagi Jizzax viloyati prokuraturasining 2026-yil 3-martdagi deputatni daxlsizlik huquqidan mahrum qilib, ma'muriy javobgarlikka tortishga rozilik olish haqidagi 11/03/26 sonli taqdimnomasi to'g'risidagi 7-23-26-3-52-K 26 sonli hamda 2026-yil 17-martdagi Jizzax viloyati prokuraturasining 2026-yil 11-martdagi deputatni jinoiy javobgarlikka tortish va daxlsizlik huquqidan mahrum qilishga rozilik olish to'g'risidagi 21/7-25 sonli taqdimnomasi to'g'risidagi 7-24-28-3-52-K 26 sonli qarorlarining qonunchilik normalariga muvofiqligi o'rganildi. Shu munosabat bilan Paxtakor tuman kengashining 2024-yil 13-sentyabrdagi 667-122-3-52-K 24 sonli qarori bilan tasdiqlangan xalq deputatlari Paxtakor tuman kengashi tomonidan deputatlarni daxlsizlik huquqidan mahrum qilishga oid masalani ko'rib chiqishning tartibi talablariga rioya qilinmaganligi bildirilib, xalq deputatlari Paxtakor tuman kengashining 2026-yil 12-martdagi 7-23-26-3-52-K 26, 17-martdagi 7-24-28-3-52-K 26 sonli qarorlari xalq deputatlari, viloyat, tuman va shahar kengashi deputatining maqomi to'g'risidagi qonun va talablariga asosan qayta ko'rib chiqilishi, ya'ni qonunga muvofiqlashtirilishi lozim deb topilgan. Ushbu qaror loyihalari viloyat kengashining yuridik xodimlari bilan hamkorlikda qonunga muvofiqlashtirib chiqildi. Yuqoridagilarni inobatga olib, ushbu loyihalarni tasdiqlab berishlaringizni so'rayman. Hukumat ma'muriyatiga savol, takliflar yo'q.
izohlayavering, tushunmadim. Aytib o'tiramiz. Izohlab bersangiz. Bu yerda bizga Xalq deputatlar paxtakor tuman kengashining qarorlarini o'rganish yakunlari bo'yicha ma'lumot kelib tushgan. Bu ma'lumotga binoan bizning chiqargan qaror loyihamizda ba'zi bir kamchiliklarga yo'l qo'yilgan. Qarorlarning qabul qilinishida Paxtakor tuman kengashining 2024-yil 3-sentyabrdagi 667-122-352-K-24 sonli qarori bilan tasdiqlangan Xalq deputatlari Paxtakor tuman kengashi tomonidan deputatlarni daxlsizlik huquqidan mahrum qilishga oid masalani ko'rib chiqishning tartibi talablariga rioya qilinmagan. Mazkur tartibning 33-bandiga asosan mahalliy kengashning deputatni daxlsizlik huquqidan mahrum qilishga rozilik berish yoki rad etish to'g'risidagi qarorida quyidagilar aks etilishi lozim bo'lgan. Taqdimnoma kiritilgan sana, ro'yxatga olish tartib raqami, taqdimnomani kiritgan prokuror to'g'risida ma'lumot, jinoiy va ma'muriy ishni yuritayotgan vakolatli organ to'g'risida ma'lumot bizda aks ettirilmagan. Jinoiy yoki ma'muriy ishning tafsilotlari, bunda jinoyat ma'muriy huquqbuzarlik sodir etilgan vaqti va joyi aniq ko'rsatilishi lozim bo'lgan. Bizda qarorda bu aks ettirilmagan. Deputatni daxlsizlik huquqidan mahrum qilish uchun aniq asoslar, deputatning sodir etilgan jinoyat va huquqbuzarlikka aloqadorligini ko'rsatuvchi holatlar to'g'risida batafsil ma'lumot aks ettirilmagan. Taqdimnomada ko'rsatilgan jinoyat yoki ma'muriy huquqbuzarlik deputatning tegishli mahalliy kengashda ovoz berish chog'ida fikr bildirilganligi yoki nuqtai nazarini bu qarorda aks etilishi kerak bo'lgan hamda o'z vakolatlarini amalga oshirishi bilan bog'liq boshqa harakatlar bilan bog'liq yoki bog'liq emasligi aks ettirilmagan. Mazkur masalani komissiyada ko'rib chiqish natijalari bu qarorda aks ettirilmagan. Deputatni daxlsizlik huquqidan mahrum qilishga rozilik berish yoki rad etish bo'yicha xulosa. Bunda rozilik berish yoki rad etish masalasi asoslantirilgan bo'lishi lozim bo'lgan. Qarorda yuqorida ko'rsatilgan masalalarning aks ettirilmaganligi oqibatida tartibning 33-bandi talablari buzilgan. Yuqoridagilarga ko'ra Xalq deputatlari Paxtakor tuman kengashining 2026-yil 12-martdagi 7-24-28-352-K-26, 17-martdagi 7-24-28-352-K-26 sonli qarorlari Xalq deputatlari viloyat, tuman va shahar kengashi deputatining maqomi to'g'risidagi qonun va tartib talablariga asosan qayta ko'rib chiqilishi lozim deb bizga xat keldi. Mana shu xatga binoan biz mana shu masalani sessiyaga qo'yishga majbur bo'ldik. Shuning uchun yo'q, boyagi aks ettirilmagan o'sha joylarni aks ettirib qaytadan muvofiqlashtiramiz, qonunga muvofiqlashtiramiz. Boshqa masala yo'q. Yana savol takliflar ushbu masalada. Marhamat. Marhamat, deputatlar o'z muhokama ma'ruzani anonsi yakun bo'yicha analiz o'rganib chiqdik. O'sha xulosalarni faqat qaror loyihalari ular bizlarda juz'iy kamchiliklar bo'lgani uchun oziqlantirilgan to'ldirib berdi. O'sha joylarni to'ldirish. O'sha haqiqiy yuristlar o'rganib chiqib senatga borib senat ma'qullaverdi. Mana shunday tartibda bo'ladi degan. Bizda yana O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati Devoni hududiy vakillik organlari faoliyatini o'rganish markazidan 2026-yil 24-mart 22/06/1116 sonli xat kelgan markaz direktori Muqulov tomonidan. Bu xatga binoan O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati Kengashining 2026-yil 15-yanvardagi KQ 291-v sonli qarori 3-ilovasining 12-bandiga muvofiq
mahalliy kengashlarning qarorlari monitoring qilib borilyapti. Amalga oshirilgan monitoring natijasida Xalq deputatlari Paxtakor tuman kengashi tomonidan qonunchilik hujjatlariga zid bo'lgan qarorlar qabul qilinganligi ma'lumoti ilova qilindi. Mazkur qarorlarni qonunga muvofiqlashtirish masalasi ko'rib chiqilishini hamda 2026-yilning 31-martiga qadar amalga oshirilgan ishlar to'g'risida Senatning hududiy vakillik organlari faoliyatini o'rganish markaziga axborot taqdim qilish so'ralgan. Shu maqsadda ham biz bu qarorlarni hududiy vakillik organiga taqdim qilamiz. Men hozir bu yerda bu aks ettirilmagan. To'g'ri, oldingisi shu o'zi asli avvalgisi faqat biz aks ettirilmagan tartibi buzilgan tartiblarni O'sha tartiblarni to'ldirib, tasdiqlab qo'yish. Assalomu alaykum, hurmatli sessiya ishtirokchilari. sababi ma'muriy ishlar ham boshqa ham ko'p ketilyapti-ku. Lekin mayli uni ham aniq qildim, lekin baribir o'sha daxlsizlik masalasi bo'yicha yakuniy xulosaga kelishimiz uchun muayyan yaxshi bo'ladi. Shuning uchun so'radim kotibiyatdan. Viloyat xalq deputatlari o'sha kengashidanmi yoki respublikadan muayyan bir huquqshunos chaqirib yig'ilishida aytganman bu deputatlar fikrini. Bu masala bo'yicha yuristimiz Mamat o'sha deputatlar bilan uchrashib, o'sha huquqiy yechim, ya'ni tushuncha berish uchun seminar o'tkazishga tayyor. Faqat biz vaqtini aniqlab yetkazsak, u kishilar kelib bizga o'sha daxlsizlik bo'yicha keng qamrovli qilib ma'lumot beradi. Bu masala u yoqda ko'tarilgan, aytganman. Faqat bir kunni vaqtini aytsalaringiz, o'sha vaqtga biz yetkazamiz, o'sha kuniga kelib, o'sha seminar o'tkazib beradi. Uni vaqtini biz emas, uni vaqtini sizlar aytsangiz. Bunda hozir
masala yuzasidan xalq deputatlari tuman kengashining reglament va deputatlik odam axloq masalalari bo'yicha doimiy komissiyasi raisi Mirzayev Sherzod Hasanovning xulosasini eshitamiz. Assalomu alaykum hurmatli deputatlar, sessiya ishtirokchilari, xalq deputatlari tuman kengashining 7-chaqiriq 25 sessiyasidagi kun tartibiga kiritildi. Tartib asosida deputatlarning kvorumi ta'minlangan holda sessiyada jami 20 nafar deputatdan 15 nafar ishtirokida ko'rib chiqildi. Shuningdek, Paxtakor tumani hokimi, tuman hokimining o'rinbosarlari, Inson ijtimoiy xizmatlar markazi direktori, tuman iqtisodiyot va moliya bo'limi tegishli korxona va tashkilot rahbarlari hamda ommaviy axborot vakillari qatnashdilar. Sessiya kun tartibidagi masalalar yuzasidan 5 ta masala kiritildi. Kiritilgan masalalar atroflicha muhokama qilinib, deputatlar tomonidan yakdillik bilan qarorlar qabul qilindi. Kiritilgan masalalar bo'yicha qarorlar ochiq ovoz berish orqali qabul qilindi. Qarorlar qabul qilinishida qarshilar va betaraflar bo'lmadi. Qabul qilingan qarorlar ijrosini ta'minlash bo'yicha mas'ul tashkilotlarga va mutasaddilarga aniq vazifalar yuklatildi. Deputatlar tomonidan bildirilgan taklif va mulohazalar sessiya protokoliga kiritildi. Shu bilan xalq deputatlari Paxtakor tuman kengashining 7-chaqiriq 25-sessiyasi o'z ishini yakunladi. Hurmatli deputatlari Paxtakor tuman kengashining 7-chaqiriq 25-sessiyasi kun tartibiga kiritilgan masalalar ko'rib chiqildi va tegishli qarorlar qabul qilindi. Sessiya olib borish to'g'risida kimga yana qanday taklif mulohaza bor? Sessiya yaxshi o'tdi. Faqat keyingi sessiyaga o'z taklifimni bildirmoqchi edim. Endi ikkita taklif bor keyingi sessiyaga. O'sha biz sessiyadan beri qoldirib kelyapmiz. Yo'nalishsiz taksi qatnovini tumandagi, shahar ichidagi yo'nalishsiz taksi qatnovini tartiblash masalasida taklif kiritgandim. Sababi buni biz ertaga baribir qurilish bo'limini chaqirishimizga to'g'ri keladi. Qurilish bo'yicha o'rinbosardi. Shuningdek, arxitekturani ham chaqirishimizga to'g'ri keladi, shaharsozlikni. Tartibga solmasak, ahvol juda ham yaxshi emas. Chunki yo'nalishsiz taksilarning qatnovi sababli turli xil yo'l harakati bilan bog'liq xavfli holatlarning sodir bo'lishiga sabab bo'lyapti. Shuning uchun shahardagi o'sha endi ularda juda ham endi bu taklif bildirishdan oldin maslahatlashib ko'rdik ichki ishlar bilan, boyagi yo'l xavfsizligini ta'minlovchi xodimlar bilan. Qandaydir muayyan bir o'sha taksilar turargohini tashkil qilish kerak avval deyapti. Sababi o'sha bozor oldi yoki qandaydir muayyan odamlar ko'p yig'iladigan joylarga taksilar avtotransport vositalarini qo'yib qo'yishi bu juda ham demak nomaqbul bo'lyapti. Sababi harakatlanishga to'sqinlik qilyapti. Bu birinchi taklifim. Ikkinchi taklifim o'sha bu kecha o'sha xalq orasida yurtdi. O'sha muayyan retsept asosli shunday to'g'ri aytyapmanmi doktor bu? Muayyan retsept asosida aptekalarda dori tarqatilish masalasi bor. Bu yerda faqat retsept bilan aptekalar dori berish tartibini yo'lga qo'yilgan. O'sha masalasida ham bizga o'sha departament vakillari bizga to'g'ri tushuncha bersa-da, bizga to'liq ma'lumot bersa va bizdan xalq so'rayapti, o'sha xalqqa to'g'ri javob qaytara olishimiz kerak. Lozim. Shuning uchun departamentni keyingi sessiyaga taklif qilishni taklif qilaman. Shu yerda qisqacha ma'lumot bersam bo'ladi. Resmi asosida beriladigan dorilar endi bu hozir yangilik bo'ldi. Hozir 3-4 kundan beri aptekalar bermayapti. Ular hammasi departament nazoratiga o'tgan. Reseptlar faqat oilaviy shifokorlar tomonidan beriladi. Oilaviy shifokorlar tomonidan, oilaviy shifokorlar mutaxassislarga yo'naltirilsa, mutaxassislar tomonidan beriladi. Shifoxonada yotadigan bemorlarga vosita shifoxonaning dorilari plus qo'shimcha resept asosida beriladi. Faqat resept chiqaradi, elektron reseptda. Va qo'lda yozib berilgan qog'ozlar hozir boyaga to'g'risi nazoratda, ular boyaga qog'ozcha berilmayapti. Bu hozir respublika bo'yicha hamma joyga joriy qilindi. Endi kelajakda to'g'risi boyaga aptekalar faqat elektron resept orqali ishlaydi bo'ladi. Tushundim. Lekin hozir xalq orasida retseptsiz aptekalar umuman bir dona dori ham berilmayapti deb vahima ko'tarib ketgan.
to'g'risi xalqning orasida juda ham ko'p e'tiroz anavilarda olyapmiz, biz eshityapmiz. Aynan muayyan qaysi dori uchun retsept yoziladi yoki umumiy tartibda faqatgina retsept asosidami biz mana shularni ham bilishimiz kerak. Yoki retseptsiz beriladigan dori mahsulotlari ham bor. Ro'yxatini bilishimiz kerak. Men mana shu bo'yicha ma'lumot so'rayapman. Keyingi anov bizni tumanimizdagi o'sha elektron retsept asosida dori berish tizimini qo'llab-quvvatlay oladimi bizning aptekalardagi holat? Mana shuni ham demak biz aniqlashtirib olishimiz kerak. Shuning uchun departamentni taklif qilishni taklif qilaman. Faqat endi bu ma'lumot uchun yana aytaman, chunki xalq ichida yurganda shu gaplar bo'ladi. Reseptsiz beriladigan dorilar ro'yxati bor aptekalarda. Buni borsangiz resept beradi. Lekin mana doktorlarga qog'ozga yozib berish, masalan, yo'talga Pertusin, shularni yozib berish hozir bizga taqiqlab qo'ydi. Hech narsa yozolmayapmiz. Faqat anaqa elektron resept chiqaramiz. Bizda yotgan bemorlarga. Lekin menga masalan diklofenak kerak desa, diklofenak bermaydi aptekada. Resept asosida beriladigan dorilar ro'yxati bor, reseptsiz beriladigan dorilar ro'yxati bor aptekalarda. Ularga hozir endi to'g'risi nima deydi, tizim orqali nazorat bo'ladi hammasi. Oddiy dorilarni beradi apteka, masalan siz borib so'rasangiz beradi. Masalan yo'tal dori, masalan aspirin, paracetamol beradi. Lekin resept asosida beriladigan dori berishga haqqi yo'q ular, foyda bo'lishi shunaqa. Endi mana shu bo'yicha chuqurlashtirilgan ma'lumotni qabul qiladi demoqchiman-da. Yaxshi bo'ladi. Keyingi sessiyaga mana o'sha 2026-yil birinchi chorak yakunlanyapti. Chiqarilgan deputat so'rovining ijrosi bo'yicha va chiqarilgan tashkilotlarni bir hisobotni olishlik yaxshi bo'lar keyin sessiyaga ham chaqirsak. Ijrosi nima bo'ldi, nima qo'ydi? Bu bo'yicha natijalari. oldingi sessiyada o'sha masala ko'tarildi. 2025da chiqarilgan deputat so'rovlarda masalan javob bergan, masalan chorak yakun qilamiz, to'rtinchi chorak, lekin ijrosi bo'lmagan juda ko'pchilik. Nega shunday qolib ketdi? Amalga oshirildi. Chaqirsak to'g'ri, qanaqadir jazomi Yo'q, uni prokuraturaga o'sha chiqarish bo'yicha chiqarish aniqlayapti. Nechta tashkilotga chiqargan bo'lsak, hisobotini o'qib beraman, hisobotni o'qib beraman. Qaysilariga dunyoda yig'ilib, qaysilariga chorak ko'rilishi, qaysilariga ogohlantirish berishni aniq qilsa bo'ladi. Lekin har chorakning yo'q, bu o'zi nizomda borda har chorakning yakuni bo'yicha deganda. Keyingi chorak yakun bo'ldi-ku. Keyingi chorakka o'tayotgan vaqtda bersak bo'ladi. Bu masala bilan kecha 2 kundan buyon shug'ullanyapti kotiba. Shaxsan o'sha deputat so'rovi berilmagan deputat so'rovlarni qo'lga olib, o'sha tegishli o'rinbosarlarni shaxsan o'z bilan uchrashib, ularning qo'liga o'sha deputat so'rovini berdikda muddat berdik. Agar ularni ogohlantirdik, agar mana shu muddat ichida mana shu deputat so'roviga javob berilmasa yoki ijobiy hal qilinmasa, biz to'g'ridan-to'g'ri prokuraturaga chiqilishi haqida kuni kecha yana o'sha sessiya oldidan men shaxsan o'zim u rahbarlar bilan gaplashdim. Yana kutamiz, yana ularga muddat berildi. Mana shu muddat ichida yana bo'lmasa ham baribir deputat so'rovining natijalarini keyingi sessiyaga qo'yib chiqamiz. Bu bo'yicha oldingi sessiyada hokim bilan gaplashganimiz hammasini ro'yxatini qilib, amalga oshirilmaganini olib kirishimiz kerak, o'zimizga o'rganib chiqishimiz kerak. qonuniy tartibda baribir ko'rish kerak, Karomat opa, chunki ular bizni sen deputat bajarmagan xalqanuga javob beryapti, lekin javobi amalga oshirish haqida emas. Xoniqarsiz. Hamda kengash hokimiyatiga keyingi sessiyani ushbu masalalar ko'rib chiqishga topshiriq beramiz. Yana kimda qanday taklif mulohaza bor? Ushbu sessiyani amalga oshirishga. Agar boshqa fikr mulohaza bo'lmasa, shuning bilan xalq deputatlari tuman kengashining 7-chaqiriq 25-sessiyasini yopiq deb e'lon qilaman. E'tiboringiz shu yoqda.